Bugun biz eng shirin tuyg'ular haqida gaplashdik. Ayriliq bo'ladimi, sog'inch bo'ladimi? Eng shirin tuyg'ular. Bu tuyg'ularni barchasini muhabbat birlashtiradi. Va muhabbat shunday kuchga egaki, agar u ikkala insonda ham haqiqiy bo'lsa, xavotir olmang. Siz oxirigacha albatta baxt yo'lida qoqilmasdan barchasini yengib o'tasiz. Chunki muhabbat bu sehrli tuyg'u. Muhabbat bu yosh bolalardek erkalanish. Muhabbat bu arzimagan narsani deb arazlashib va o'sha zahotiyoq yarashib olish. Muhabbat bu shirin tushlar ko'ring deya xayrlashgandan so'ng yana kamida 10 ta SMS yozish. Muhabbat bu ertalab uyg'onganda undan SMS keldimi yo'qmi deb telefonni qidirib qolish. Muhabbat bu sen shunchalar sevimli bo'lasanki, sen uni qalbini zabt etishga hatto kurashmaysan ham, hammasi oson bo'ladi. Muhabbat bu senda ketish uchun ming xil sabab bor-u, lekin sen qolish uchun atigi bitta bo'lsa-da bahona topa olishing. Muhabbat bu mas'uliyat. Sevgan insoningizni qalbini asrash mas'uliyati. Hammamizga ana shunday muhabbat nasib etsa